Avval salom, badas kalom degan gaplar bor. U bejizga emas. Yoshligimizda eshitardik, ertaklarda ham shunaqa gap bor edi. Bir yalmog'iz gapir chiqardi. Agar saloming bo'lmaganda bir yamlab ikki yutardim degan shunaqa nimalar bor. Shuning uchun assalomu alaykum. Yaxshimisiz, azizlar? Tinchmisiz, sog' salomatmisiz? Badas kalom degani mana shu bemalol bir so'rashib olib, keyin mavzuga o'tgin deb tushundim men. Lekin ko'pchilik shu kunlarda salomni ham unutib qo'yishyapti. Chiqqan, misol uchun odamlar, mani mashinamga chiqqan odamlarga baxillari chiqib shunday o'tirib oladi, men qarayman-da, assalomu alaykum. Salom berishga sizdan chiqdi desam, assalomu alaykum deydi. Assalomu alaykum degani nima degani? Assalomu alaykum deganni tushunaman. Assalomu alaykum degani nima degani? Shuning uchun azizlar, mayli mavzudan chalg'imaymiz. Mavzu bugun juda ham jiddiy. Bilasiz, inson hayotidagi eng qimmatbaho narsa bu uy hisoblanadi. Uydan keyin mashina, keyin tilla taqinchoqlar, yo ketadi shu bilan. Telefon. Mana shu uy olishda juda ham ko'p chalkashliklar, juda ham ko'p xatoliklar bo'layotgani uchun yaqinda ham shu mavzuga oid juda katta bir masala ko'tarilgani uchun shuni gapirib chiqishga qaror qildim. Chunki men o'zim ham uy olmoqchi bo'lib yurdim, lekin endi ayniqsa mana bu yangi quriladigan uylardan hech ham olish niyatim yo'q. Chunki hop, men bitta narsani eslataman, shu jiddiy sabab bu ham hali ko'p kun bo'lgani yo'q, mana mojarolar davom etyapti. Bir inson bor, qush qurilish ishlari bilan shug'ullanuvchi katta biznesmen Marat Xayrullayevich deyiladi. Endi Marat Hamdamov o'zi familiyasi shunaqa ekan. U bilasiz, taniqli aktrisa Shahzoda Muhammedovaning eri hisoblanadi. Uy qurib sotadi xullas. Juda ham televizorda, internetlarda zo'r reklamalar ketdi haqiqatan. Sergeli City, u bu hamma Akmal Mirzo chiqib reklama qildi. Bu artistlar hammasi chiqib reklama qildi. Zo'r ekan, o'z ko'zimiz bilan ko'rdik, olinglar. Endi televideniyada ekranda hamma narsa chiroyli ko'rinadi. Xullas odamlarni jalb qilishga erishdi. Va borib, misol uchun boshlang'ich to'lovni to'ladi. Kim $5,000, kim $4,000, kimdir oyiga 5 milliondan xali yo'q uy, quruq yer. Endi oxir oqibat nima bo'ldi? Vaqt o'tib ketaverdi, yarim yil o'tdi, 1 yil o'tdi, 1,5 yil o'tdi. Keyin tekshirishlarini kun.uz olib chiqqandan keyin bu odamlar ham uni ko'rdi-da. Tekshirish ishlari qoniqarli ekan, hali drenaj sistemasi tasdiqlanmagan ekan, hali hujjatlari chala ekan, ishlari o'ldi-jo'ldi ekanligini bilib, endi pulini qaytarib olmoqchi bo'ldi. Pulini qaytarib olishga kelganda ular aytishdiki, Marat Xayrullayevich aytdilarki, endi pulni qaytarib olish o'zidan o'zi bo'lmaydi. Endi bu pulni 1,5 yil ishit оборот qilgan bu pullarni. Kimdir 70 million, 80 million. Mayli qaytarib beramiz pullarni. Qaytarib beramiz, lekin bizlar 10-15% olib qolamiz jarima sifatida. Biz bilan shartnomani bekor qilayotganing uchun deb shart qo'yishdi. Endi o'zingiz o'ylang, 80 millionni 10% qancha bo'ladi? Masalan, 100 millionni 15% qancha bo'ladi misolda? 10 million, 20 million pul bo'ladi. Bu pul shuncha aylandi, shuncha foydalandi, yana shuncha jarima olib qolish, odamlar norozi, o'sha to'laganlar norozi. Odamlar namuncha shoshqaloq bo'lmasanglar, odamlar nimaga shoshasizlar? Ko'chada qolib ketdinglarmi? Yo bir palatkada chaylada yashayapsizlar? Bor uyda ahli inoq bo'lib yashayver, imkoning kelsa tayyor qurilgan uyni olinglar. Baraka topinglar. Nima kerak? Hali quruq yer yo bo'lmasa hali endi katlavani qazilgan joyga borib pul to'la. Hozir bitta shu pul to'lagan odam gapirdiki, men Shahzoda Muhammedovaga ishonuvdim. Qanaqasi unga ishon? U quruvchimi yo boshqami? Shu uy qurib sotadigan odamning xotini. Unga nimaga ishonasizlar? O'zi umuman misol uchun mol olmoqchi bo'lgan odam, misol uchun qo'y olmoqchi bo'lgan odam, hali tug'ilmagan qo'zichoqqa pul to'lamaydi, to'g'rimi? Bozorga borib ko'rib, ushlab ko'rib, nima qilib ko'rib, qo'rg'onlarni sanab ko'rib, yaxshilab aylanib ko'rib, qo'yni ko'rib, qo'yni ko'r deydi-yu, qo'y ko'r.
qo'ydi ko'r deydi-yu. Ko'r. Ko'r o'zi, ko'r deb turibdi. Lekin bular shu yo'q narsaga pul to'lab va endi mana bunaqa mojaroni tagida qolib ketishdi. Shuning uchun azizlar, nima olsanglar ham ko'rib olasizlar. Bitta ko'ylak, oddiy ko'ylak necha pul turadi? Boring eng qimmat $100 tursin, o'sha ayollar oladigan ko'ylak ayniqsa. Ko'pchiligi ayollar o'sha borib pul to'laganlar. Mana chiqib murojaat qilishdi, ko'rdik. Shu $100 ko'ylakni qancha ko'rib olasiz? Buni kiyib ko'rasiz, aylanib ko'rasiz, kimlargadir ko'rsatasiz, mana ko'r, qani chiroylimi? Menga yarashdimi, o'tirdimi, yotdimi, nima qildimi deb. Endi siz millionga uy oladigan odam nega hech kim bilan maslahatlashmaysiz? Nega misol uchun bitta ikkitadan maslahat so'ramaysiz? Bu uyni surishtirmaysiz, hujjatlari o'zi tayinmi, yo'qmi, ishonch bormi, yo'qmi? Quruq reklamaga ishonib qo'yaverasiz. Nima bo'ldi? Mana endi oxir-oqibat endi sud, endi butun bosh og'riq o'zi bo'ladimi u pulni ketidan yurish. Ana, hurmatli azizlar, birinchidan bu shoshqaloqlik. Shoshib o'sha reklamaga ishonib borib shartta to'lov qilib. Shoshmang, sizni birovga majburladimi? Endi reklama ketsa ketibdi, u ham bir biznesda endi. Shoshib borib birinchidan to'lov qilib, ikkinchidan yo'q joydagi o'sha nimaga ishonib oldin har bitta shuncha odam gapirib chiqadi, oldin tekshir, ko'r hujjatlarini. Shundoqligicha ishonib oladimi? Shundoq shu turishida bir hech qanaqa asossiz ishonib oladimi? Ishonib bo'lmaydi. Keyin qurilayotgan uylarning ahvolini ko'rib turibsiz, u karkasini shunday betondan ko'tarib orasiga gazoblokmi, penoblokmi, ya'ni arzongaro qurilish nimasini tiqib yuboryapti. Siz unga erta bir kun devorga bir narsa osa olmaysiz ham, u issiq bo'lsa issiq, zax bo'lsa zax tortib yotaveradi. Hurmatli azizlar, novostroyka degani bu hamma narsasi yangi, sifatli degani emas. Oldin tekshiringlar, ko'ringlar, bilinglar, keyin ahvoq qilgandan foyda yo'q. Shoshilmang, sizni pulingizni hech kim tortib olmaydi, yo majburlab hech kimni itarib yo sudrab olib bormaydi. Shoshilmang. Ota-bobolarimiz bekorga gapirishmagan. 7 o'lchab bir kesdik. 7 marta ya. 7 marta. Siz hatto bir 3-4 marta so'rab surishtiring yaxshilab. Keyin oling. Azizlar, albatta sizni fikringiz muhim. Fikringizni albatta yozing. To'g'ri fikr yozgan paytingizda odamlar ko'rib, balki o'ziga olar. Haliyam uyquda, haliyam shundan keyin ham hali ko'rasiz. Juda ko'p odam olib to'lov qiladi. Shunchalik odamlarimiz shoshqaloq. 5 kunlik dunyo o'zi bu. 5 kunlik dunyo. Ming shoshganingiz bilan siz uni 10 kunlik qila olmaysiz. Chunki bu ming yillardan beri bor 5 kunlik bekor ketmagan. Qisqa degani-da bu. Qisqa bo'lsa siz uni nima qilasiz? Shoshiltirib, yana ham tezlashtirib. Astagfirullah.